Bu qanaqa apparat ukaxon? Kassetadan sushka. Buni afzallik tomoni Kessa bo'ladimi? kesa bo'ladi, bemalol kiraverasiz. Buni afzallik tomoni aka, kirassetkada xona chang bo'lmaydi. Mashina sepiladigan bo'lsa ham o'zidan ustunlik chiqarib turadi. Avtomatik kirassetka, ani 1 kun 2 kunda qurib deyilmaydi. 15 minutda qurib, o'sha kirassetkani olib ketib, detal bo'lsa detalni qotirib, polirovkani qilib egasiga beraveradigan holatga keladi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Toshkent shahriga yetib kelganmiz. Qadrdonlar, shunaqa Miatina bez kraska chiqarib beradigan joylar bor, bilasizlar. Xuddi shunaqa ishga qiziqib yurganlar bo'lsa, oyiga nech pul foyda topsa bo'ladi, qayerda o'rgansa bo'ladi degan savollar bor. Aynan bizning sohamizga tushayotgan biznes bu ham, misol uchun yaxshi o'rganib oladigan bo'lsangiz, bemalol oyiga 4000, 5000, 6000 dollargacha daromadingiz bo'lar ekan. Shuni endi Shahzodbekdan ma'lumot olib o'tamiz. Xo'p, aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bu meni ukaxonim, qadrdonim. Ko'p mashinalarimni o'zi qilib bergan va hozir Toshkentga o'zining joyini ochgan. Bitta yangi xizmati bor ekan, shogird o'rgatish, to'g'rimi? Ha, aka, albatta shogird o'rgatish. Noldan, misol, 0 odam bo'lsa ham o'rgatasiz. Bu sohaga qiziqishi bo'lgan, avval ishlagan odam bo'lsa ham o'rgatasiz. Agar kimdir oldin Miatinachi bo'lgan, shagirdidan muammosi bo'lsa, uni ham o'rgatib beramiz. Malaka oshirish ham bor. Endi 0 odam bo'lsa qanaqa bo'ladi xizmatlar? 0 odam bo'ladigan bo'lsa, aka, 2,5 dollar atrofida olamiz. Chunki uni noldan boshlab o'rgatib chiqishimiz kerak. Haligi 6-7 deydi o'shaqa. Agar malaka oshirish yoki oldin kassapraq bo'lgan bo'lsa, 1,5 dollar atrofida olamiz. Endi nima afzallik bor? Nimaga pul beradi? 1,5 dollar necha oyga, qanaqa? Aka, meni bitta afzallik tomonim, men shogird olgandan keyin 1 oylik, 2 oylik, 3 oylik kursim yo'q. Menga pulni berib kiradi. Men usta bo'ldim, men o'zimga uveringman degandan keyin duosini beramiz, chiqib ketadi. 5 oy, 6 oy farqi yo'q, ha? 5 oy, 6 oy, 1 yil, 1,5 yil farqi yo'q. Shtobi bizdan chiqib ketgan odamlar eng zo'ri bo'lishi kerak. Gap yo'q. Endi o'zingiz 10 yillik tajribaga egasiz. Ko'p joylarda praktika qilgan, zo'r joylarda ishlagan, aytish hojat yo'q joylarda. Endi mana shu mashinani bitta ma'lumotini bersangiz, nima bo'lgan, nima qilib beryapsiz? Xo'p, bu mashinamiz orqa yurayotganda stalbaga teggan. Stalbaga teganda panellari, orqa kapotlari уже kraskalashirilib, raxlariga katta parcha tushib qolgan aka. Oldingi holatini videosini tashlab berasiz, qo'yib qo'yaman. Holatni videosini ko'rsatamiz aka. Xo'sh, mashina osili bez kraska nurga chiqarib berasiz. Faqat mas joylari kosmetika bo'ladi xolos. Kosmetika bo'ladi. Misol, mas joydan qaraganda ko'rinmaydigan bo'ladi, to'g'rimi? 1 metr. 1 metr masofadan hech kim topa olmaydi. Yaqiniga kelib qaraganda, tekinsidagi izi bilinib turadi, bo'ldi. Qolgan joy bilinmaydi. Tushunarli. Bu mashinachi? Bu mashinamiz ham xuddi shu. Bunga bittasi orqa yo'lkal bo'lgan. Buni ham Miatinalarni qildik. Xudo xolasa bir 70% Miatina bo'ldi. Endi hozir kosmetika bo'lgan. Kosmetikadan keyin ham Miatinasini ko'rib beramiz. Siz o'rgatadigan narsa shu, to'g'rimi? Kosmetika, Miatinami yo nima? Hop, o'zi asli bitta Miatina o'rgatiladi. Men bonus qilib kosmetikani o'rgatib beraman aka. Chunki usta bo'lib chiqqandan keyin ikkita daromadni bitta o'zida qoladi. Endi xudo ko'rsatmasin, bu narsaga ish tushmasin, mabodo biznes o'rganishdan tashqari mashinasini turtib olganlar bo'lsa, misol ishonchli bola, o'zimiz Andijondan, biz Paxtaboddan. Siz buni xizmatini ham qilib beraverasiz, to'g'rimi? Narxlari endi pachoqqa qarab bo'ladimi? Endi narxlari pachog'iga qarab bo'ladi. Albatta, sifat ish arzon yurmaydi. Shunaqa. Farqi yo'q, Liboy mashinami, inomarka, Merz, BMW. Motori bo'lsa bo'ldi, yursa bo'ldi. Qo'yarasiz, ha? Farqi yo'q. Inomarka bo'ladimi, Jane bo'ladimi, Liboy qilamiz. Endi narigi xonadagi anaqani ham bitta ko'rsatib qo'yasiz. Ya'ni bu nima qilib beradi bu xonadagi apparat? Italyanskiy sushkamiz, kraska sepib, o'zi avtomatik quritib beradigan narsa bo'ladi aka. Bitta ko'rsatay. Endi keyingi boksi, bu yerda ham ishlar qilinyapti. Bu qanaqa apparat ukaxon? Kraska sushka. Buni afzallik tomoni Kessa bo'ladimi? kesa bo'ladi, bemalol kiraverasiz. Buni afzallik tomoni aka, kraska sepganda xona chang bo'lmaydi. Mashina sepiladigan bo'lsa ham o'zidan ustunlik chiqarib turadi. Avtomatik kraska, ani 1 kun 2 kunda qurib deyilmaydi. 15 minutda qurib, o'sha kraskani olib ketib, detal bo'lsa detalni qotirib, polirovkani qilib egasiga beraveradigan holatga keladi aka. Ishni 5-6 barobarga tezlatib berar ekan-da. Tezlatib ikaga sifatni ham zo'r qilib beradi. Bunda chang bo'lmaydi. Hamma changni tagidan olib ketadi. Issiqlik tepadan pastga tushadi aka. Ha, bashim zo'r. Ancha qimmat turadimi? Necha 20 ming dollar dedingizmi? Buni kelib tushishi har xillari bor. Bu eng qimmati, eng so'nggi modeldagisi 15 yil garantiyasi bor. Bu 17 ming dollarga kelib tushdi. 2,5 ming dollar plus minus yig'ilishi bilan. Shunaqa. 20 minglarga tushirganda? Ha, 20 mingdan bilan. Gap yo'q. Akalar shunaqa. Manzil bitta tushuntirib o'ting joylarda. Manzilimiz Yunusobod galereyada, sal pastrog'ida akalar. Telegramda yozsanglar lokatsiyani tashlab beramiz. Shunaqa. Telefon raqamini ekranda qoldiramiz.